Opalarımı yaş ko'raman, hamma opalarim. Yarvakim opalarımı yaş ko'raman. Nedelikka boraman. Men yarvachi bo'laman. Balalarni. Bularni qarash, bular bilan mashg'ulotlar olib borish juda ham zavqli. O'zi odatda biz bitta bola bilan shug'ullansak, bularda bir vaqtning o'zida ikkita bola bilan shug'ullanamiz. Bularga qaragan sari mehrimiz juda ham oshadi. Bularni ko'zlariga qaraganimizda hayotga intilishini, hayotdagi yaxshi tomonlarni ko'ra bilishini biz ham shulardan ko'p narsani vaqtida o'rganamiz, hayotga intilishda. Bularni ko'zlariga qaraganimizda odamlarda yo'qolib borayotgan shukronalik hislarini tuyamiz. Sho'x juda ham. Masalan, bittasini kiyintirib bo'lgunimizcha, ikkinchisi shoshib ketib o'zi kiyib olishga harakat qiladi. Uni to'g'rilashimiz kerak albatta. Ko'proq qaysi bir aksiyga qiladi? Zuhraxon ham chaqqon, ham aktiv, ham nutqi ham yaxshiroq. Darslarni o'zlashtirish jarayonida Zuhraxon yaxshiroq baholar olib chiqadi ko'proq. Fotimani ham xafa bo'lib qolmaslik uchun ikkalasiga bir xil baho qo'yishga harakat qiladi, lekin ko'proq Zuhra yaxshi o'qiydi. She'rlarni yodlab olishda ham Zuhra yaxshiroq yodlaydi. Ana kendimde kıran, ne gireceğim ki baba. Koyum açıp ki, koyum işleri camı. Vakayınca yolca gittin gidiyordu. Opalarımı yaş ko'raman, hamma opalarim. Yarvakim opalarımı yaş ko'raman. Ovqatlar yedinglarmi? O'qishga kirdinglarmi? Ha, yaxshi. 2016-yili nogironligi bo'lgan shaxslari Muruvvat internat uyiga Fotima Zuhra qizlarimiz 4 yoshga to'lganda keldi. Hozir bu qizlarimiz 8 yoshga to'ldi. O'tgan yili maktabga bordi. Hozir bu qizlarimiz o'qiyapti. Bu qizlarimizni bilim olishlari, qobiliyatlari juda ham yaxshi. Fotima bilan gaplashish, Fotima liderlikni qilaman deydi. Zuhra bilan gaplashish, Zuhra liderlikni qilaman deydi. Nega desanglar, bular juda ham hayotga qiziqishi ham, bular kelajakni ham gapirib beradi. Kim bo'laman deydi, kim bo'lasiz desak, doktor bo'laman deydi, tibbiyot xodimi bo'laman deydi. Juda ham bularda intilish va hayotga qiziqish juda katta bularda. Mutaxassislar kelib, qizlarimizni yaxshi o'rganishdi. Xalqaro ekspertlar ham keldi. Muassasamizga barchasini xulosasiga ko'ra, bu qizlarimiz uchun hozir operatsiya mumkin emas ekan. Operatsiya qilinsa, yashash keyingi jarayoni qizlarimiz past bo'ladi ekan. Agar operatsiya qilinmasa, Alloh bergan umrini ko'radi qizlarimiz. Şimdi chiqishga hamma yoqib keladi. Betlarimiz o'paga shongnim yeydi. Kishayam shongdim. Bo'pti yegan. Nima deb bo'pti? Olib ketaman yegan. Ketaman. Aylanib turib, ustiga yana yopib olasan.